Men tikishni o'rganmoqchiman, mashina kerak menga. Olib berasizmi yo'qmi? Ha, olib beraman. Yo'q, men tezroq o'rganmoqchiman. O, jinlimisan, nima qilyapsan? Nodira? Sroch aka. Sizlar taniysizlarmi bir-biringlarni? O'tmishim. A? O'tmishim? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Mashina haydashni o'rganib oldingmi? Ha, o'rgandim. Siz bilan ajralganimizdan keyin o'qidim. Ancha o'z ustimda ishladim. Kompaniyamga asos soldim. Hozir hayotim yomon emas. Yo'q, men ham o'qigan qizman. Bekor tashlab ketdimmi? Bekor tashlab ketdimmi? Sog'inib qoldingizmi o'tmishingizni? Yo'q, qanaqa o'tmishimni sog'inib qolaman? Bo'pti, men bora qolay unda. Bo'pti, o'zing. Yaxshi boring. Olib berasiz mashinkani yo'qmi? Olib beraman. Qarurmay orqaga o'tmishingizni ham sizni. Yur. Mana. Vau! Bo'ladimi? Ha? O'zi tikishni bilasanmi? Ha, meni ota-bobom tikuvchi o'tgan. Bo'pti, tanla, qaysi birini olamiz? Bilmadim. Ota-bobolaring tikuvchi o'tgandi-yu. Ota-bobom tikuvchi o'tgan, men emas. Qanaqa mashina qaryaptidingiz? Uf, yana sizmi? Orqamizdan kuzatib yuribsizmi? Yo'q, bu kompaniya menga tegishli. Yo'q. Rostdan. Namchi bizning peshinamiz sho'r. Bekor ajrashimizda. Ancha rivojlanib ketibsan-a? Ha, rivojlanib ketibdi. Ketdik, boshqa joydan olamiz. Nega boshqa joydan olasizlar? Yoqmaydi menga bu. Men sizga bepulga beraman. Siz bizning pul yo'q deb o'ylayapsizmi? Biz kambag'al emasmiz. Men sizni kambag'al demadim. Pulim bor, qancha kerak? Pulingiz kerak emas. Bizda aksiya ketyapti. Ayni vaqtida keldinglar. Qanaqa aksiya? Jack kompaniyasidan avtomatik yuk mashinasini xarid qilsanglar, bevayda yutib olishingiz mumkin. Voy rostdan. Men yutib olaman-da, qachon berasizlar? Oktyabr oyining oxirida g'olibni aniqlaymiz. Bo'pti, olamiz. Hozir sizga elektron talon rasmiylashtirib berishadi. Agar talon sizda bo'lmasa, o'yin ishtirokchisiga aylana olmay qolishingiz mumkin. Bo'pti, pastda kutib turamiz. Yuring. Ketdik. Qarayman bu bo'lsa kerak-a? Go'zal, sen ham boy bo'lib ketishni xohlaysanmi? Ha, nima qilasiz? O'qitasizmi, ishlatasizmi? Tashlab ketaman. Mana tashlab ketgan qizlarning hammasi boy bo'lib ketyapti. Tog'a, kimni kutyapmiz? Hozir keladi. Mana keldi. Qalaysan? Yaxshi. Qalaysan, Xadicha? Yaxshi. Ha, tog'angga kelin topishga chiqdinglarmi? Bizni ko'cha-ko'ylarda, parklarda, qalang'i qasang'i qizlarni qidirmaymiz. Biz saroyda malika qidiramiz. Ha? Men bo'lmaymanmi? Siz ham borasiz. Uyda kimdir xizmatkor bo'lish kerak-ku. Lekin xizmatkorga yomon tortyapsiz. Hadicha, bu xizmatkor degani ish qilishni bilish kerak. Bu ish qilishni bilmaydi-ku. To'g'ri aytasiz, tog'a. Sen kichkina, ko'p gapirayotgan sezasizmi? Voy. Hozir qulog'ingni ilib qo'yaman. Men qarab turamanmi? Bolajonlar, bo'ldi. Bugun sizlarni bayraminglar. Men sizlarni hozir ikkalanglarni ham aylantirib kelaman. Xo'pmi? Aylanamizmi? Ketdik. Tog'a, senga uylanmoqchimisiz? Tetski-yu bu. Sen meni ko'zim bilan qaragin, Hadicha. Ko'zingizni sira bosganmi? Yo'q, men seni o'yladim. Nimaga? Ertaga bu uyimizga kelin bo'lib kelsa, senga emas, birga o'ynab yurasizlar. Ha, meni g'iybatim qo'slasizmi? Ha, bo'ldimi, mazza qildingizmi? Yo'q, qornim ochdi. Tog'a, ukamni kasasi bor, beraymi? Ber shunga, mazza qilib yesin. Tog'ang bilan o'zing shu kashini, xo'pmi? Urishmaylar, bo'ldi. Ketdi, ayoqda karusel bor. O'shanda uchamiz. Bo'ldi, men bormayman. Voy. Yuring endi arazlamang. Yur. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kirish nechi pul ekan? Kattaligi 30 ming, kichkinaligi 15 ming. Men o'zimga 30 ming to'lasam, mamikalasiga ham 30 ming to'lasam bo'ldi ekanda. Yo'q, bular katta-ku. Yo'q, bu katta emas. Ko'rinishi katta, miyasi kichkina bo'lib yotibdi. Pichamda. Mana shu qizimizni kirgizamiz. Ha, sal qiz. Tog'amga sekinroq qarang. Ishi bo'lmasin seni kichkina. Zamsisi bo'lmasin. Uf, charchadim. Ey, kichkina, tog'angga ayt, u bu joyga ovqatlanishga olib borsin. Tog'a, sevgili ispan akasi, qo'li puliga. Faysam, teysi puliga o'xshagan. Voy kichkina, bir katta qilib qo'yganga o'xshaydi-ey. Men sizlarni hozir boshqa joyga olib boraman. Qayerga boramiz? Bizni bilmadim-ku. Biz bog'chaga tashlab ketamiz. Bog'chasan?